Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Bugungi sotib chiqqan mashinamiz Lada Vesta Cross 2019-yilda ishlab chiqarilgan Sveti Kara. Mashinangizga sifatli xizmatlar kerakmi? Unda bizlarga bemalol murojaat etishingiz mumkin. Bizning servisimizda beton o'rnatish, propon o'rnatish, programma, diagnostika, 4-avlod gaz sozlash, avtoelektrik xizmatlarimiz bor. Tilimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Vodnikda Suvchilar shaharchasida deb aytiladi. Do'rimizda Xetbata to'yxonasi, banimizda Feruza kafesi. Berimizda yana 4 avtobus o'tib ketadi. Bemalol murojaat etishingiz mumkin. Ko'rib turish lozim ekan, mashina zo'r, ideal holatda turibdi. Bir dona shu eshikimdan kraskasi bor, orqa eshikimda. Yuzunda ichini o'tmagan. Hozir tashqi ko'rinishi bilan ko'rsatib o'tib ketaman, keyin ichki ko'rinishini ko'rsataman. Yaxshi akkuratli tutilgan. Sherni mashina, Urganch sherni mashina. Bir ega. Aynan tashqi ko'rinishi, hozir ichki ko'rinishini ko'rsataman. Yurgani 306.699 kilometr tutgan, 307.000 kilometr. Hamma elektronikasi ishlaydi. Konditsioneri bor, lyuks konditsioner mashina. Ko'rib turish lozim ekan, akkuratli tutilgan, optikalar hammasi akkuratli tutilgan. Potoloklari. Обогрев sidina, 4 sidinasi ham qizadi. Metana bor 90lik. Tak. Kim shuni Lada Vesta Cross kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat etishingiz mumkin. Egasining nomerini qo'yib qo'yaman. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Sizga keyingi videorolikimizda sizga yoqadigan mashina arzon bahoda chiqib qolishi mumkin. Bemalol sog' bo'ling, salomat bo'ling.